Apple'dan yangi qurilma $600 MacBook Neo. U biz doim ko'rishni istagan hamyonbop qurilmadir. U 13 dyuymlik displey va har xil ranglar bilan jihozlangan. Hatto klaviaturasi ham siz tanlagan rangda bo'ladi. Lekin bu yerdagi eng muhim narsa u MacBook chipi bilan emas, balki bundan 2 yil oldin chiqqan iPhone 16 Pro seriyasida ishlatilgan A18 Pro chipida ishlaydi. U yetarli darajada kuchli. Aslida Apple M1 bilan deyarli bir xil quvvatga ega. Aynan shu komponent Apple'ga mana shunday dizaynni amalga oshirishga imkon berdi. Bundan tashqari qolgan xususiyatlari ham yomon emas. MacBook tarixida ilk bor yon tomonga yo'naltirilgan ikkita dinamik. Kamera esa FaceTime qo'ng'iroqlar uchun yuqori sifatda, ya'ni 1080p. Portlariga keladigan bo'lsak, chap tomonda quloqchin uyasi va ikkita USB porti mavjud. Batareyasi esa 16 soatgacha yetadi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, endi iPad sotib olishning ma'nosi ham qolmadi. Chunki $1100 turadigan iPaddan ko'ra shunchaki MacBook Neo sotib olishingiz mumkin. Bu videoni esa Apple mahsulotlariga qiziqadigan do'stingizga yuborib qo'ying.